Bu videomizda shunaqangi toychoqlarni minib yuradigan okalarimiz uchun bu ikkita mashinaga qilib berayotgan ishlarimiz haqida birma-bir gaplashamiz. Ketdi okalar. Bu mashinaga qilib berayotgan ishlarimizni polniy o'tido hadoylarni qilib beramiz. Oldidan kirib, orqasidan chiqib ketamiz. Xullas, oldida qilib berayotgan ishlarimizda ikkita sharoylari alishadi, 4 ta sani bloklari alishadi okalar. Buni ruloylari remont bo'ladi. Patchinilarni o'zini to'g'rilab beramiz. Qirsillagan ovoz chiqaradi. Buni o'zini remont qilsa bo'ladi. Tormozlarni yaxshi ushiygan qilib beramiz. Ozgina cho'zib to'xtatayotgan ekan. Oldida mana shu ishlar bilan ishni tugatamiz. Orqasiga keladigan bo'lsa, orqada plavshiy vtulkalari bor. Orqadagi plavshiy vtulkalarini alishtirib beramiz. Kulakdagi sani bloklarni alishtirib beramiz. Stabilizator vtulkalarini alishtirib beramiz. Oldagi stabilizator vtulkalarini alishtirib beramiz. Stabilizator tegasini ham alishtirib beramiz. Xullas, bu ikkinchi mashinamizda ham xuddi shunaqangi ish qilib beramiz. Keyingi videomizda mana shu ikkinchi mashinamizni remont jarayonlarini hammasini qo'yib o'tamiz. Sizlarga ham shunaqangi sifatli, ishonchli xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, okalar, bemalol o'zimga murojaat qilsanglar, ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bu videoni Inamarka haydaydigan tanishingizga jo'natib qo'ying. Balki qayerdadir remont qilishi, qayerga olib borib remont qilishni bilishmayotgan bo'lsa, menga olib kelishsa, ishligini dodda qilib bitkazib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, profilga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammamizga shunaqangi toychoqlarni minib yurish nasib qilsin. Like bosib qo'yasizlar.